Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz birodarlar. Bugungi obzorimiz mana shu zotli mollar to'g'risiga bo'ladi. Bugungi sanamiz 31-mart, haftaning dushanba kuni 2025-yil. Manzilimiz Samarqand viloyat O'qdayli tumani Moskva kolxoz mahallasiga mana shu mollar kelgan. Oybek ukamizni mollari kelgan. Bularni tashqariga chiqaramizmi, Oybek? Tashqariga chiqarib chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Bitta tashqariga chiqaraylik. Soni nechi bosh? Soni 14 ta qoldi. Birinchisi sotildi. Mana. Maşallah. Angus, Aulikol, Grenford hamma zotdan bor azizlar. Tashqariga olib chiqarib, bitta ko'rsatamiz. Angus so'raganlar, Angus keltirdik. Angusdan, maşallah. Tashqariga chiqaraylik. Bitta ko'rsatamiz inshaalloh. Bitta ko'rsatamiz inshaalloh. Azizlar, kanalimizga obuna bo'lmaganlar bo'lsa, men tarafingizga obuna degan tugmachasi bor. O'shani bir martagina bossangiz obuna bo'lasiz. Har kuni mana shunaqa foydali videolar birinchilardan sizlarga yetib boradi. Albatta like bo'lsa, fikringizni kommentariyga yozasizlar inshaalloh. Hozir hovliga chiqardik. U safar ichkariga yomg'ir bo'lgani uchun tashqariga chiqarolmagan edik. Bir qator ko'rsatamiz azizlar. Grenford, Aulikol, Anguslari ham bor ichiga. Toza Grenfordlari ham bor. Kimga kerak bo'lsa, aloqa chiqamiz. Bir qator ko'rsatamiz. Hozir 15 ta qolgan ekan. Qachon keldi Oybek bular? Ular shanba kuni keldi işte. Shanba, maşallah. Necha yasharmi, necha oylik bular? Mana bular 8 oylik plus minus tomonlar. 8 oylik ha? Plus minus tomonlar. Maşallah. Bunlar toza Grenforddan. Toza Grenford, Angus. Grenford'da bir 5 ta bor ha? Shunday. Grenford 5 ta, Aulikol 2 ta, bitta Mickey Mouse. Bitta Mickey Mouse, qolganlari Angus. Angus, toza Angus. Oldiga boraylik qani, bir qator. Anguslarning tozasi ham kelgan ekan ha, mana ichiga. Borda, maşallah. Tozalar. Ularni yeyishi, ichishi, bu privkasi qanday bo'lgan? Hamma sog'liq joy-joyida. Sog'ligi ha, yaxshi ham, mana shu zo'r ekan, mana shu anguscha. Ha, yeyishlari shu udar. Maşallah. Samon deydi, samonni. Quruq samonni. Ha, siz silos olib kelishchi 3 kundan beri samon yeb yotibsiz. Bugun 3 kun samon yeb. Silosim yo'q. Privkasi bo'lgan bular. Oqsizdan o'tdi. Ha, inshaalloh. Mana, azizlar, mollar sog'lom, yeyishi ichishi yaxshi. Dastlabki xizmat nima deymiz? Dastlabki kelishilgan holatda hamshira. Ha, kelishilgan holatda qilib beramiz. Inshaalloh. Dastlabkilar bor. Kelishilgan holat. Buning narx-navosi qanday? Yo'liga, ha? Bitta yuqoriga chiqaraylik, ha? Hammasini bitta ko'rsataylik mana. Anguslarning tozasi kelgan, azizlar. Bir qator ko'rsatamiz. Uni narx-navosi qanday? 18 dan 23 gacha bo'lgan mollar bor. 18 milliondan 23 gacha bo'lgan. 23 million so'mgacha. Bitta qaytaring-da. Bitta ko'raylik, aka. Qaytaring. Bu kranni ham ocha oladimi? Suv ichish uchun o'rganganmi? Ocha. Maşallah. 18 millionligi qani? Nechta bor ichiga? 18 millionligi 2 ta bor. 2 ta? Aulikol, Angusmi? Yo'q, Aulikol bilan Angus bor. Ha, Angus bilan Aulikol 18 milliondan ha. Maşallah. Mana bu qizilchani, mana turibdi Grenford 18,5 bo'lsa ketadi bu. 18,5 ha? Ayiqchasi. Maşallah. O'ta udar ekan ha, mana shu ham. Udar. Zoti toza. Tozasi. Maşallah. Mana ham Grenford sementalman smishini. Grenford ha? Günni to'kkan o'sha tayyorda yemga tayyor. Bularga yem bersam bo'ladi-mi, abi? Ha, yemga birdan tashlayveraman. Mana bitta Mickey Mouse bor. 23 ga bo'lsa shu Mickey Mouse ketadi. Qarang turishini. Maşallah. Men bitta anguschani ko'rsataman, o'shani aytasizda narxini. Mani anguscham qochib ketdi bu tarafga. Ha, bo'ldi. Azizlar, hozir ko'rsataman bu anguschani. Kimga kerak bo'lsa o'shani olsin. Farqi yo'q, hammasi zo'r ha, udar ha. Bitta ichkariga kirgizamiz, ko'rsataman inshaalloh. Mana bu ham o'ta udar ekan, sal kattaroq ekanda. Hayda.
Maşallah. Ana desa. Ketib qoldi-ku. Ha, bitta qolib ketdi. Ana buzoq bu. Buzoqi ham eng yoshi shu ha, lekin bo'yi uzun ekanda. Uzun buzoq. Maşallah. Ay, kirursan da. Ana shu ha. Mana do'stlar, yeyishini ko'ryapsizlarmi? Hozir bittasi qolib ketdi, ichkariga kattalar san nima qilgan? Qara. Yeyishini. Aziz do'stlar, hozir yeyishi mana ko'rasizlar, yeyishi yaxshi. Ertaga uyga olib borgandan keyin bir haftadan keyin yemayapti, urib olib biron nima qilsa, bu garantiyaga kirmaydi. Garanti mana shu-da, shundaymi? Uy shu mashinaga ortib jo'natadi, oyoqlari butun, yeyishi yaxshi. Mana shu garantiya. Qoni toza. Birinchi garantiya mana shu. Bir haftadan keyin buzoq juni ham tushmagan. Bir haftadan keyin bizlarga shunaqa bo'ldi-da. Bitta mol berdik. 3-4 kundan keyin qaytarib telefon qilyapti, yemayapti deb. Borib nima qilsak, urganmi, boshqa qilganmi? Shuning uchun aziz do'stlar, to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Yeyishini ko'rib, shu yerdan ko'rib olasizlar ana. Yeyishini qara. Mol mana shunaqa yeydi-da. Aziz do'stlar, Telegramimiz bor. Telegramimizga lotin harfiga chorvadolar yozsangiz chiqadi. O'sha yerga lokatsiyasini tashlab qo'ydik. Yoki pastga nomer bo'ladi, o'sha nomerga telefon qilsangiz lokatsiyasini tashlab beradi. Do'stlar, mollar yeyishi, ichishi yaxshi, sog'lom, dastavkani kelishilgan holatda qilib beramiz deyapti. Hammasi bir joyga nesh pul? Bir joyga va kelishamiz. Kelishamiz. To'q ko'rmadik. Ha. Almonlar charchoq ham endi chiqib kelyapti. Maşallah. Ana shuni bo'lishi nesh pul ana shu Greenfordchani? Greenfordmi? Ha, qo'ng'irni. 8,5 bo'lsa ketadi. Qo'ng'ircha, ha? Bo'yi necha chiqadi shuni? Bo'yimi? Biri 10 chiqadi-ya? Biri undan tepada, menimcha. Biri 10, ha? Biri 10da. Ha, biri 10 deylik. Ana. Maşallah. Azizlar, ana. Mollarimiz ko'rinishi sog'lom, yeyishi, ishi yaxshi. Azizlar, kanalimizga obuna bo'lmaganlar bo'lsa, obuna tugmachasini bossangiz, har kuni mana shunaqa foydali videolar birinchilardan sizlarga yetib boradi. Albatta, like bo'lsa, fikringiz bo'lsa, kommentariyaga yozasizlar. Azizlar. Mana shu Greenford nesh bu? Ha? Oybek. Bumi? Ha. 23. Ha? 23 xayriga o'tilar. Xayriga o'tib beramiz, ha? Hammasini bir joyga olganga kelishtirib berasiz. Shunday. Hisobga 18 milliondan ikkita bor. Bu yerga 20. Ha. 18 da. 18 dan bo'ldi, ikkita bor. 18 milliondan ikkita bor. Bu yerga 23 million so'mgacha. Barini olganga dastavka qilib berasiz, ha? Barini olganga. Barisini olganga dastavka tekin bo'ladi, azizlar, mana. Mollarimiz sog'lom. Manzilni aytib o'tdik. Barisini olganga dastavka tekin. Eng zo'ri mana shuda. Oxirgi stalbaga. Ha, stalbagacha. Mana shu yomon o'ta udar Greenfordcha. Ma'qul bo'ldi. 18,5 ga chiqadi deyapti. Siz uchun olam ekan. Azizlar, videolarimiz mana shulardan iborat edi. Videomizga xato kamchilik bo'lsa uzr so'rab qolamiz. Keyingi videoga ko'rishguncha omon bo'lingizlar. Mana. Hayda. Bitta rasmga tushsin. Azizlar. Maşallah. Sizga doimo mol keladi-ya? Ha, haftasiga kelib turadi. Kelib shu yerdan tanlab olsangiz bo'ladi, azizlar. 25 dan 30 tagacha kelib turadi. Maşallah.